Assalomu alaykum, hurmatli bizni uzoq yaqindan kuzatayotgan obunachilar. Bugungi sizga reklama qilmoqchi bo'lgan ishimiz mana shunday bir ko'rib turganingizdek bir temir ishlari bo'ladi. Kimlardir shunday bir katta to'yxona bo'ladimi, skladlar bo'ladimi qurilayotgan zdanyalar bo'lsa, bir ustini bir bostirish muammo bo'lib turgan bo'lsa, bizlarga xabarlashaverasizlar. O'zlarimizda konteyner mahsulotlari ham mavjud. Mana shunday qilib, mustahkam qilib ishlab beradigan ustalarimiz o'zlarimizda mavjud. Kelishsak, materialni olib berasizlar, bo'lmasa materiallarni ham o'zlarimizdan olib borib, hisoblab, shu joyingizning razmeriga qarab bahasi kelib chiqaveradi. Katta, kichigiga qarab, ob'emiga qarab bahasi kelib chiqadi. Bu ko'rib turganingiz mol ferma, katta qilib ishlangan mol ferma. Ana shunday bir ishlar bo'lsa-da xabarlashaverasizlar. Yigitlarimiz chiroyli, mustahkam, sifatli tarzda ishlab beradi. Telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Ekrandan nomerlarga xabarlashaverasizlar. Shunday ishlar bo'lsa, telefonda xabarlashaverasizlar. Xudo xolasa, yigitlarimiz ajoyib tarzda ishlab beradi. Kanalimizda yangilar podpiska bosib qo'yamiz, yurtdoshlar. Ana shunday naveslar bo'lami, aylana naveslar bo'lami ishlab beraveramiz, nasib qilsa.